birgaman. Bundan xursandman. İlk bora o'sha maktabda o'qituvchilik qilgan paytlaringizda uzun sochlaringizni orqangizdan bildirmasdan kelib, havas bilan ushlab, sizga havas qilib ulg'aydik. Undan keyin siz bilan birgalikda ustozlik qilib, bitta maktabda ishlash nasib qildi. Qolaversa mana hozir jamoamizda birgalikda yana yuribmiz birgalikda. Men bundan xursandman. Bitta ayol, bitta ona bo'lsa shunchalik bo'ladi. Albatta. Chunki ustozim hayotni hamma achchiq-chuchuklarini totgan ayol. Hammasini ko'rdilar. Topishlarni ham, yo'qotishlarni ham, hayot qiyinchiliklarini ham hammasini mardonavor yengib o'tib, yana biz bilan shu yoshda ham yelkadosh bo'lib, bizdan mas'uliyatli, bizdan qat'iyatli, bizdan harakatchan, bizdan yosh, bizdan shijoatli. Havas qilamiz ustoz. Har doim mana shunday bo'ling. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Siz butun mahallamizga Esalga qoladi. Tabriklarga esalib qoladi. Ko'proq tashib qo'yaman. Yuzlaringizdan kulgu arimasin. Oyoqlaringiz yurishdan charchamasin. Birga tabriklaymiz. Bizga bilim berishdan, biz bilan yelkadosh bo'lib, yana ham hayotdagi javohirlarni terib, xalqimizga ulashishdan charchamang. Joningiz omon bo'lsin. Hammamiz mana shu kollektivimiz nomidan, hamqishloqlarimiz nomidan, mahalladoshlarimiz nomidan, qolaversa eski jamoadoshlaringiz nomidan ham tabriklayman. Tan joningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat farzandlariga ham shunday e'zozlagani uchun. Qancha e'zozlashsa oz, lekin sizni bunaqa ona yo'q dunyoda. To'g'ri. Azizalarni ham baxti kamolni ko'rib yurish nasib bo'lsin ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin.